Alisher Navoiy. Taxallusi Alisher Navoiy. Asl ismi Nizomiddin Mir Alisher. 1441-yil Hirot. Buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir, davlat arbobi. Alisher Navoiyning ota tomonidan bobosi Amir Temurning Umar Shayx ismli o'g'li bilan ko'kaldosh, emikdosh bo'lib, keyinchalik Umar Shayx va Shohruxning xizmatida bo'lgan. Otasi G'iyosiddin Bahodir esa Abul Qosim Boburning yaqinlaridan, mamlakatni idora etishda ishtirok etgan. Onasi ismi noma'lum Kobul amirzodalaridan Shayx Abdusaid Chingizning qizi. Alisher Navoiyning bolaligi Shohrux hukmronligining so'nggi yillariga to'g'ri kelgan. U Temurizodalar, xususan bo'lajak podshoh Husayn Bayqaro bilan birga tarbiyalangan. 4 yoshida maktabga borib, tez savod chiqarib, turkiy va forsiy tildagi she'rlarini o'qib, yod ola boshlagan. O'zbek tili bilan bir qatorda forsiy tilni ham mukammal egallagan. 1447-yil 12-martda mamlakat podshohi Shohrux vafot etgach, taxtga da'vogarlar orasida o'zaro kurash boshlanadi. Urush janjallar ko'p kishilarni Xorasondan turli tomonga ko'chib ketishga majbur etdi. Alisher Navoiylar oilasi o'z tinchligini ko'zlab Iroqqa ko'chishdi. Taf shahrida Alisher mashhur Zafarnoma tarixiy asari muallifi shoir Sharafiddin Ali Yazidiy bilan uchrashadi. Bu uchrashuv bolada yorqin taassurot qoldiradi. G'iyosiddin Bahodir oilasi Hirotga qariyb 2 yil muddat o'tgach qaytadi. Abul Qosim Bobur G'iyosiddin Bahodirni Sabzavor shahriga hokim qilib tayinladi. Alisher Navoiy Hirotda qolib o'qishni davom ettirdi. Alisher Navoiy she'riyatga g'oyat qiziqdi. Sharq adabiyotini qunt bilan o'rgandi. Oila muhiti bolaligidayoq adabiyotga zo'r havas tug'dirgan edi. Tog'alari Mirsaid Kobuliy, Muhammad Ali G'aribiy yetuk shoir edilar. Alisher Navoiylar uyida shoirlar tez-tez to'planishib, mushoira qilishar, adabiyot va san'at haqida suhbatlashar edilar. Alisher Navoiy 10-12 yoshlardan she'r yoza boshlagan. Tarixchi Xondamirning yozishicha, yosh Alisher Navoiyning iste'dodidan mamnun bo'lgan Mavlono Lutfiy uning orazin yopqoch ko'zindun sochilur, har lahza yosh bo'ylakim paydo bo'lur, yulduzni xon bo'lg'ach quyosh mat'ali g'azalni tinglab, agar muyassar bo'lsa edi, o'zimning 10-12 ming forsiy va turkiy baytimni shu g'azalga almashtirardim degan. Alisher Navoiy 15 yoshida shoir sifatida keng tanilgan. She'rlarini turkiy va forsiy tillarda yozgan. Turkiy tillarda Navoiy taxallusi bilan, forsiy tillarda Foniy taxallusi bilan. Alisher Navoiy 13-14 yoshlarida otasi hayotdan ko'z yumdi. Uni Abul Qosim Bobur o'z tarbiyasiga oladi. Katta badiiy iste'dodi uchun g'oyat e'zozlaydi. 1456-yil oktyabrda mamlakat poytaxti Hirotdan Mashhadga ko'chiriladi. Abul Qosim yosh Alisherni ham o'z xizmatida bo'lgan Husayn Bayqaroni ham Mashhadga olib ketadi. 1457-yilning bahorida to'satdan Abul Qosim Bobur ham vafot etdi. Alisher Navoiy uchun bu otasi vafotidan keyingi ikkinchi og'ir judolik bo'ldi. U Mashhad madrasalaridan birida o'qishni davom ettiradi. Do'sti Husayn Bayqaro esa Marv va Cho'rjoy tomonlarga omad qidirib ketadi. Xorasonni Temuriylarning yana bir vakili Mavronahr hukmdori Sulton Abu Said egalladi va poytaxtni Samarqanddan Hirotga ko'chiradi. Husayn Bayqaroning taxtni egallash yo'lidagi birinchi raqibi Abu Said edi. Alisher Navoiy oilasining xohish rag'bati Husayn tomonda bo'lib, bu avvalo ularning oilaviy yaqinliklari bilan izohlanardi. Bundan yangi hukmdor ham yaxshi xabardor edi. O'rtadagi bu vaziyat Alisher Navoiy hayotini murakkablashtirgan. Alisher Navoiy Mashhadda oddiy bir mullavachcha sifatida yashadi. Shoirning bu davrdagi ijodida o'z yurtini sog'inib yozgan g'azallari talaygina. Orada xususan yoz fasllarida Hirotga borib kelib ham turgan. 1463-yilda esa u uzul-kesil Hirotga qaytdi. Biroq bu yerda ahvol o'zgargan, shahar xarobaga aylangan edi. Xuroson poytaxtida Sulton Abu Said o'z tartibini o'rnatgan. Muhim vazifalarga u bilan Mavronahrdan kelgan kishilar tayinlangan. Alisher Navoiyga yaqin kishilar quvg'in qilingan. Husayn Bayqaro bilan birga ketgan tog'alari Mirsaid va Muhammad Ali urushda halok bo'lgan. Yashash uchun biron joy topish muammo edi. Alisher Navoiyning o'sha kunlardagi ahvoli uning keyinchalik ustozi Said Hasan Ardashirga Samarqanddan yozgan maktubidagi she'riy satrlarda nihoyatda ta'sirli va haqqoniy ifodalab berilgan. Bu vaqtda mamlakatda taniqli shoir bo'lib qolgan Alisher Navoiyni Abu Said ta'qib qilib Hirotdan chiqarib yuboradi. Shoir Samarqandga ketishga majbur bo'ladi. Alisher Navoiy Samarqandda 1465-yildan 1469-yilning bahorigacha yashadi. Fazlulloh Abulays madrasada o'qib, turli fanlarga oid bilimlarni yanada chuqurlashtirdi. Samarqandning ko'zga ko'ringan shoirlari Shayxim Suhayli,
Xovariy, Mirzobek, Mavlono Xovariy, Mir Qarshi, Harimi Qalandar, Muammogo'y, Uloyi Shoshiy, Olim Mavlono Muhammad Olim va boshqalar bilan hamsuhbat bo'ldi va do'stlashdi. Samarqand shahri hokimi Ahmad Hojibek asli hirotlik bo'lib, vafoiy taxallusi bilan she'rlar yozardi. U Alisher Navoiyga alohida hurmat va e'tibor bilan qaradi. Uning yordamida Alisher Navoiy davlat ishlari bilan ham shug'ullana boshladi. U davlat ishlarini boshqarishda dastlabki tajribani shu yerda orttirdi va bu unga keyinchalik asqotdi. Alisher Navoiyning Samarqanddagi siyosiy va davlat faoliyati yuqori baholanib, unga Chig'atoy amiri unvoni berilgan. 1469-yil boshlarida Sulton Abu Said Qorabog'da o'z askarlari tomonidan o'ldiriladi. Ko'pdan buyon shunday vaziyatni kutib yurgan Husayn Bayqaro zudlik bilan kelib Hirot taxtini egallaydi. Alisher Navoiy ham Hirotga yetib keladi. 1469-yil 14-aprel kuni Ramazon hayiti munosabati bilan uyushtirilgan qabul marosimida Alisher Navoiy o'zining Husayn Bayqaroga yangi yozgan Hiloliya qasidasini taqdim etadi. Podshoh Alisher Navoiyni muhrdorlik mansabiga tayinlaydi. Alisher Navoiy Husayn Bayqaroning eng xavfli siyosiy raqibi Yodgor Muhammad Mirzoni tunda qo'lga olishda shaxsiy jasorat ko'rsatadi. Yangi hukumatning ortiqcha soliqlaridan norozi bo'lib, qo'zg'olon ko'targan xalq ommasini tinchlantirishda adolat va mardonavorlik bilan ish tutadi. Shu voqealardan so'ng ma'lum vaqt o'tgach, Husayn Bayqaro hukumatidagi muhrdorlik vazifasiga Alisher Navoiyning roziligi bilan uning samarqandlik do'sti shoir Shayxim Suhayli tayinlanadi. Alisher Navoiyning maqsadi saroyda maslahatchi bo'lib qolish, ko'proq ijodiy ish bilan shug'ullanish edi. Biroq Husayn Bayqaro 1472-yilning fevral oyida uni o'z saroyining bosh vaziri qilib tayinlaydi va unga amiri kabir unvonini beradi. Alisher Navoiy yangi lavozimda avvalo butun kuchini mamlakatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatishga qaratdi. Vaqf ishlarini tartibga solishga kirishdi. Shaharlarda savdo-sotiqni, hunarmandchilikni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi. Alisher Navoiy sa'y-harakati bilan qishloqlarda dehqonchilik madaniyati o'sib boradi. Shaharlar, xususan Hirot, kun sayin obod bo'la boshlaydi. Buyuk vatanparvar Alisher Navoiy o'rta asrdagi uyg'onish davrining boshqa ulug' zotlari singari butun hayoti bilan haqiqiy inson qanday bo'lishi lozimligini ko'rsatdi. U o'z davridagi nohaqlikka, adolatsizlikka qarshi kurashdi. Amaldorlarning o'z vazifalarini suiiste'mol qilishlarini va tamagirliklarini fosh etdi. Ojiz, muhtoj kishilarni o'z himoyasiga oldi. Sulton Husayn Bayqaro podshohlik qilgan. Alisher Navoiy hukumatda bosh vazir vazifasini egallagan paytlarda hech bir mamlakatga qarshi bosqinchilik urushi olib borilmadi. Bosh vazir Alisher Navoiy madaniyat va san'atning chinakam homiysi sifatida taniladi. Uning faoliyatida ijtimoiy-siyosiy masalalarni to'g'ri hal etishga intilish, jamiyatdagi barcha ijtimoiy qatlamlarga, barcha qavmlarga bir xil munosabatda bo'lish, hech qaysi birini kamsitmaslik, hammaning manfaatiga barobar xizmat qiladigan jamoat binolarini qurishga alohida e'tibor berish oldingi o'ringa chiqa boshladi. Xonda Amirning qayd qilishicha, 80-yillar davomida Alisher Navoiy o'z mablag'lari hisobidan Hirotda va mamlakatning boshqa shaharlarida bir necha madrasa, 40 ta rabot, 17 masjid, 10 xonaqoh, 9 hammom, 9 ko'prik, 20 ga yaqin hovuz qurgan yoki ta'mirlattirgan. Ular orasida Hirotdagi Ixlosiya, Nizomiya madrasalari, Xalosiya xonaqohi, Shifoiya tibgohi, Qur'on tilovat qiluvchilarga mo'ljallangan Dorul Huffoz binosi, Marvdagi Xusraviya madrasasi, Mashhaddagi Dorul Huffoz xayriya binosi va boshqa noyob me'morlik yodgorliklari bor. Bu davrda Hirotda adabiy hayot jo'sh urgan. Alisher Navoiy atrofida Shayxim Suhayli, Hoja Osafiy, Binoyi kabi o'nlab shoirlar, Hasan Noi, Hoja Abdullo Marvoriy, Qulmuhammad Udi, Shohquli G'ijjaki kabi o'nlab sozandalar, Mirxon Xondamir kabi tarixchilar, Sultonali Mashhadiy, Abdujamil Kotib, Hoja Hofiz Muhammad, Sultonali Koini, Muhammad Xandon, Mavlono Hijroniy kabi mashhur kotiblar, Behzod kabi musavvirlar qizg'in ijodiy mehnat bilan band edilar. Hirotda umuman Xuroson mulkida ma'naviy hayotning baquvvat ustunlaridan Abdurahmon Jomiy bilan Alisher Navoiy o'rtasidagi ijodiy hamkorlik, ustoz-shogirdlik ko'p masalalarda hamfikrlikka olib keldi. Alisher Navoiyning o'zbek tilidagi dastlabki yirik asarlaridan Hiloliya qasidasi Sulton Husayn Bayqaroga bag'ishlangan bo'lsa, forsiy tildagi birinchi yirik asari Tuhfat ul Afkor qasidasi Jomiyga bag'ishlangan edi. 1470-yillarning oxirlarida Alisher Navoiy o'zining o'zbek tilida yozgan she'rlaridan iborat ilk devoni Badoi ul Bidoya
badiylik ibtidosini tuzdi. Mazkur devonda 777 ta g'azal, 85 ruboiy, 52 muammo, 46 qit'a, 53 farz, 10 tuyugʼ, 10 lug'z, 3 mustazot, 5 muhammas, 3 tarjiband, 2 musaddas bo'lib, bunday mukammal devonni tuzish Navoiygacha kamdan kam o'zbek shoiriga nasib bo'lgan. Alisher Navoiy Badoiy ul Bidoya tuzilgandan keyingi davrda yozilgan o'zbekcha she'rlari asosida 1480-yillarning oxirida Navodir un nihoya behad nodirliklar devonini tuzdi. 1481-1482-yillarda Alisher Navoiy Chihil hadis, 40 hadis yoki Arbain asari yozadi. Bunda Muhammad payg'ambarning 40 hadisi to'rtlik bilan she'riy ifodalab berilgan. Alisher Navoiy mansub adabiy hayotda she'riy janrlarda g'azal, qasida, ayniqsa muammo yozishga qiziqish kuchli edi. Alisher Navoiy Forsiy devoniga 373 muammo kiritgan. Shunday adabiy mayllar tufayli 1485-yil muammo yozish qoidalari haqida maxsus mufradot asarini yaratdi. Alisher Navoiyda o'zbek tilida xamsa 5 doston yaratish maqsadi yoshligidan bo'lgan. Bu maqsadini 1483-85-yillarda amalga oshirdi. Asar o'zbek adabiyoti shuhratini olamga yoyib, jahon adabiyotining durdonalaridan biriga aylandi. Xamsa asaridan keyin Navoiy yana bir qancha asarlar yaratdi. 1485-yil o'zining mashhur Nazm ul Javohir asarini yozdi. Bunda birinchi xalifalardan bo'lmish Hazrat Alining 266 ta hikmatli gapi ruboiy tarona 4 misrasi ham qofiyalangan shaklida bayon etilgan. O'sha davr kitobxonlari, shu jumladan tarixchi Xondamir bu asarni g'oyat yuksak baholagan. Alisher Navoiyning insonparvarlik faoliyati, ilg'or qarashlari, uning obro'-e'tibori xalq orasida tobora ortib borishi o'z manfaatlarini ko'zlagan saroy ayonlari orasida norozilik tug'dirdi. Ular shoir bilan podsho orasiga nifoq solishga urindilar. Natijada 1487-yilda Husayn Bayqaro Alisher Navoiyni vazifasidan bo'shatadi. Bosh vazir vazifasini Muhammad Majdiddin egallaydi. Navoiy esa Astrobodga hokim qilib tayinlanadi. Navoiy hokimlik qilgan 2 yil davomida Astrobod shahri va viloyati obodonlashib, qo'shni davlatlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatiladi. Savdo ishlari yo'lga qo'yiladi. Alisher Navoiy Astrobodda ham yangi she'rlar yozgan. Hirotdagi yordostlariga maktublar yo'llab turgan. Uning Astroboddan Husayn Bayqaroning katta o'g'li Badiuzamonga yozgan maktubini davlatni boshqarish haqidagi risola deyish mumkin. Alisher Navoiy doim Husayn Bayqaroni adolatli va ma'rifatli hukmdor qiyofasida ko'rish orzusi bilan yashadi. Astroboddan Husayn Bayqaroga va boshqa amaldorlarga yozgan maktublarida ularni insof va adolatga chaqirar, davlat idora usulida mustahkam tartib o'rnatish va ayrim islohotlar o'tkazishga undar edi. Lekin Alisher Navoiyning istaklari to'la amalga oshishi qiyin edi. Astrobodda Navoiy bilan Husayn Bayqaro munosabatlariga putur yetkazuvchi gaplar yuzaga kelgach, podshoh Alisher Navoiyning Hirotga qaytishiga ruxsat beradi. Husayn Bayqaro Navoiyga bir nechta yuksak lavozimlarni taklif qiladi. Alisher Navoiy rozi bo'lmagach, unga Muqarrabi Hazrati Sultoniy Sulton hazratlarining eng yaqin kishisi degan rasmiy unvon beriladi. Bu bilan u davlatning hamma ishlariga aralasha olar va podshoh bilan ko'rishish imkoniga ham ega bo'lar edi. Binobarin saroy amaldorlari, shu jumladan Muhammad Majdiddin ham har bir muhim masalani ko'p vaqt u bilan kelishishga majbur edi. Lekin Alisher Navoiy bilan Majdiddin o'rtasidagi nodo'stona munosabatdan ko'pchilik xabardor edi. Navoiyning Balxda hokim bo'lib turgan ukasi Darveshali Majdiddindan ranjib bosh hukumatga qarshi isyon ko'targani ham ma'lum. Bu isyon Navoiyning aralashuvi bilan tinchitilgan. Aynan shu voqea 1490-yildan Majdiddinning siyosat maydonidan ketishiga asosiy sabab bo'lgan. Alisher Navoiy hamisha ko'proq ijodiy va ilmiy ishlar bilan shug'ullanish, bu boradagi rejalarni amalga oshirish xayoli bilan yashardi. Hayot esa uning rejalariga o'z tuzatishlarini kiritar edi. 1488-yil Sayyid Hasan Ardashir, 1492-yil Jomiy, 1493-yil olim va shoir Pahlavon Mahmud birin-ketin hayotdan ko'z yumdilar. Navoiy o'zi quchgan qadrdon bo'lgan bu insonlar xotirasiga abadiylashtirish, ularga o'z hurmatini izhor etish uchun Holati Sayyid Hasan Ardashir, Xamsat ul Mutahayyirin, 5 hayrat, Holati Pahlavon Mahmud nomli risolalarini yozdi. Astrobodda yoza boshlagan Tarixi mulki Ajam podshohlari tarixi asarini tugalladi. 1490-yil u o'ziga zamondosh shoirlar haqida Jomiyning Bahoriston, Davlatshoh Samarqandiyning Taskirat ush Shuaro asarlari shaklida Majolis un Nafois
Nafislar majmuasi tazkirasini tuzishga kirishib 1492-yilda tugalladi. Shu vaqtning o'zida Alisher Navoiy o'zbek tilida she'riyat nazariyasi, aniqrog'i aruz vazni qoidalari haqida Mezonul Avzon vaznlar o'lchovi ilmiy qo'llanmasini yaratdi. 1494-yilda turkiy tildagi maktublarni to'plab Munshaot maktublar majmuasini tuzdi. 1495-yil Jomining Nafohat ul Uns asarini Nasoim ul Muhabbat shabadalari nomi bilan tarjima qilib, uni qayta ishlab, turkiy mashoyixlar haqidagi yangi ma'lumotlar bilan boyitdi. Shu boisdan Nasoim ul Muhabbatga Alisher Navoiyning mustaqil asari sifatida qarash mumkin. Alisher Navoiy 1491-1492-yillardan boshlab turkiy tilda yozgan hamma she'rlaridan yangi yig'ma devon tuzishga kirishdi va bu ish 1498-1499-yilda nihoyasiga yetdi. Devonning umumiy nomi Hazoin ul Maoni, ma'nolar xazinasi bo'lib 4 qismdan iborat bo'lganligi uchun Chor devon deb ham atalgan. Devon shoirning butun hayoti davomida yozilgan she'rlarini qamrab olgan. Ularda Alisher Navoiyning barcha davrlardagi kayfiyati, dunyoqarashi, orzu-umidlari ifodalab berilgan. Taxminan shu yillarda Alisher Navoiy forsiy she'rlardan tashkil topgan Devoni Foni devoni forsiy tildagi 2 qasidalar majmualarini tuzib, forsiy she'riyat taraqqiyotiga ham o'zining munosib hissasini qo'shdi. Xurosonda forsiy zabon xalqlar ko'pchilikni tashkil etganligi inobatga olinsa, Alisher Navoiyning bu tilda ham samarali ijod qilgani mamlakat ma'naviy ehtiyojini yaxshi his etganligini bildiradi. 1490-yillarning o'rtalariga kelib mamlakatda ijtimoiy-siyosiy tanglik kuchaya boshlaydi. Temuriylar xonadonida hukmdor o'g'illari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlar esa bu tanglikni yanada kuchaytiradi. Har bir shahzodaning o'z tarafdorlari bo'lib, ularni murosaga keltirish ko'p vaqt Alisher Navoiy zimmasiga tushar edi. Bosh vazir Nizomul Mulk esa 1496-1497-yillarda bu oilaviy mojarolarda bir tomonlama harakat qilib, Muzaffar Mirzoning onasi Xadicha begimga yon bosadi. Shu asosda Husayn Bayqaro bilan Astrabodda hokimlik qilayotgan Badiuzzamon o'rtasida harbiy to'qnashuv yuz berdi. Saroydagi fitna, jumladan Nizomul Mulkning qabihligi natijasida Badiuzzamonning o'g'li Husayn Bayqaroning eng sevimli nabirasi, Navoiyning esa ixlos qo'ygan shogirdi Mo'min Mirzo fojiali o'ldiriladi. Bular hammasi Alisher Navoiy hayoti va kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Alisher Navoiyning she'riy dahosi 15-asr oxirlariga kelib yana jo'sh urdi. U 2 yil mobaynida 2 ta yirik asar Lisonut Tayr, qushlar tili dostonini va Muhakamat ul Lug'atayn, 2 til muhokamasi nomli ilmiy asarini yaratdi. Alisher Navoiyning so'nggi buyuk asarlaridan yana biri Nasriy Pantnoma yo'sinida yozilgan Mahbubul Qulub, qalblar sevganidir. U sharq adabiyoti tarixida Shayx Sadiyning Guliston, Kaykovsning Qobusnoma, Nizomiy Aruzi Samarqandiyning Chor maqola kabi asarlari qatorida turadi. Bu asarida Alisher Navoiy o'zining hayot yo'lini, boshidan kechirgan turmush mashaqqatlarini yorqin tasvirlab bergan. 1500-yilning dekabrida Husayn Bayqaro isyon ko'targan o'g'li Muhammad Husayn bilan sulh tuzib Hirotga qaytar ekan. Alisher Navoiyni ham uni kutib olishi lozimligiga ishorat qiladi. Orada 2-3 kunlik yo'l bor edi. Alisher Navoiy o'zining so'nggi she'rini Poyob rabotida yozgan va undan nusxa ko'chirtirib kelayotgan Husayn Bayqaroga yuborgan. 3-kuni Alisher Navoiy hukmdor istiqboliga yaqinlashayotganida o'zini yomon his etgan. U bilan ko'rishayotganda hushidan ketib, qaytib o'ziga kelmagan va hayotdan ko'z yumgan. Alisher Navoiyning adabiy va ilmiy merosini 4 faslga bo'lish mumkin. Birinchisi devonlari, ikkinchisi dostonlari, uchinchisi forsiy tildagi she'riy merosi, to'rtinchisi ilmiy filologik, nasriy va tarixiy asarlari. Alisher Navoiyning o'zbek tilida yaratilgan she'riy merosi asosan Hazoin ul Maoni devoniga jamlangan. Asar 4 qismdan iborat. Devonning birinchi qismiga G'aroyib us Sig'ar, bolalik g'aroyibotlari, ikkinchi qismiga Navodir us Shabob, yigitlik nodirotlari, uchinchi qismiga Badoi ul Vasat, o'rta yosh badiyalari va nihoyat 4-qismiga Favoid ul Kibar, keksalik foydalari degan nomlari berildi. Hazoin ul Maoni inson bolasining murakkab va yuksak tafakkuri hamda behisob his-tuyg'ulari bilan bog'liq minglarcha she'r va o'nlarcha she'r turlarini o'z ichiga olgan majmua bo'lib, sharq adabiyoti tarixida noyob hodisadir. Bu xil majmua Alisher Navoiyga qadar Amir Xisrav Dehlaviy tomonidangina tuzilgan. Ushbu devonga kirgan minglarcha she'rlarni Alisher Navoiy butun
umri davomida turli sharoitlarda har xil sabablar bilan yozgan bo'lib, ular shoir hayoti va u yashagan davr bilan son sanoqsiz iplar orqali bog'langan. Alisher Navoiy Hazoin ul Maoniyga qadar ilk devon Badoi ul Bidoya, Navodir un Nihoya devonlarini tuzgan. Hazoin ul Maoniy ana shu 3 devonga kirgan hamda Navodir ul Nihoya tuzilgandan keyin yozilgan asarlari asosida yuzaga kelgan. Alisher Navoiy keksalik chog'larida barcha she'rlarini yig'ib xronologik tartibda 4 devon tuzish g'oyasi bo'lgan, biroq Hazoin ul Maoniyni tuzishda muharrirlik vazifasini bajargan Husayn Bayqaro bu g'oyani qo'llab-quvvatlamagan ko'rinadi. Uning G'aroyib us-Sig'ar devoni bolalik mashqlardan, Navodir ush-Shabob yigitlik she'rlaridangina iborat bo'lmay, bu boshlang'ich devonlarda shoirning keyingi davr she'riy mo'jizalaridan ham namunalar borki, Husayn Bayqaro shuni ma'qul ko'rgan. Shu sababdan Hazoin ul Maoniy tarkibidagi 4 devon nomining mazmunini shartli ma'noda tushunish, bunda she'rlar ko'p holda aralash holda joylashtirilganini nazardan qochirmaslik zarur. Hazoin ul Maoniydagi 4 devonning har birida 650 tadan 2600 g'azal, umuman 4 devonda 210 qita, 133 ruboiy, 86 fard, 52 muammo, 13 tuyuq, 10 muhammas, 10 chiston, 5 musaddas, 4 tarjiband, 4 mustazod, 1 musamman, 1 tarkibband, 1 qasida, 1 masnaviy, 1 soqinoma mavjud bo'lib, sharq she'riyatining 16 turi namoyondir. Alisher Navoiyning muhabbat va bu bilan bog'liq tug'yonlari, xususan g'azallari uning yigitlik davrida yozilgan. Bunga uning ilk devoniga kiritilgan xalq orasida Qaro ko'zim kelmadi munojot nomlari bilan mashhur bo'lgan va kuylanadigan g'azallari yaxshi misol bo'la oladi. Bu kabi she'rlarida shoir pok va yuksak ishqiy kechinmalari baland ehtiros va falsafiylik bilan ifodalab bera olgan. Uning Topmadim razifli g'azali ham shu davrda, aniqrog'i Mashhaddan Hirotga qaytib shaxsiy turmushini izga solish taraddudida yurganda, lekin uning moddiy jihatdan nochor ahvoldaligi tufayli oila qurishi qiyinlashgan. Sulton Abu Said esa uni ta'qib qilgan paytida yozilgan bo'lib, uning har bayti yurakni tirnaydi. Alisher Navoiyning ishqiy she'rlarini faqat bir subyektga qaratilgan deyish qiyin. U hayotga keng nigoh bilan qarab, barcha go'zalliklarni, nazokatli tuyg'ularni qadrlagan, noyob so'z va iboralar bilan qalbdan ifodalay olgan. Lekin hayot qiyinchiliklari va ziddiyatlari orqasida o'z orzu-umidlariga yetisha olmagan shoir o'zining insoniylik, norozilik tuyg'ularini olovli she'riy satrlarda bayon etadi.